Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Germaniya Baş Ministri Olaf Scholz efendimning 4 noyabr Xitoyga elib boradigan ziyarati munosabati bilan 1 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti tomonidan Berlindagi Federal axborot saroyida o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'ini Germaniya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Germaniya nashrdan chiqadigan Aynak jurnalining 1 noyabr e'lon qilgan Uyg'urlarning Scholzdan Xitoy ziyoratini amaldan qoldirishni talab qildi nomli xabarda bayon qilinishicha, Dunyo Uyg'ur Qurultayı raisi Dolqun Ayso apandi Berlinde o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Scholzdan Xitoy ziyoratini amaldan qoldirishni talab qilib, BDT Kishilik huquq oliy kengashini Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni qattiq ayblayotgan bir chaqda, Olaf Scholz millionlagan insonning azob oqibatlariga beparvo holda Xitoy raisi Xi Jinpingga hurmat bildirish yo'lini tanladi degan. U yana Germaniya uchun manfaat kishilik huquqdan a'lo bo'lmoqda deganlarni tilga olgan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı raisining yuqorqi so'zlari Germaniya matbuotlarining jiddiy qiziqish temasiga aylangan. Germaniyada maxsus xabarlar tarqatadigan NTV televiziya kanali bu xususda 1 noyabr e'lon qilgan Uyg'urlar amaldan qoldirishga chaqirdi. Xitoy ziyorati Scholzdan bir imtihondir nomli xabarda Dolqun Aysoning yuqorqi so'zlariga o'rin bergandan boshqa, yana uning o'tgan 5 yilda Xitoy hokimiyati millionlagan insonni jazo lagerlariga solab, irqiy qirg'inchilik elib bordi deganligini eskartgan. Kundalik ko'znak xabarlar kanali 1 noyabr e'lon qilgan Germaniyadagi Uyg'urlarning ovozsiz azob oqibatlari, mening qarindoshlarim hozirmi jazo lagerida nomli xabarda Dolqun Aysoning yana ikki qarindoshining Hilmi Xitoyning jazo lagerlarida xorlanayotganligini, onasining jazo lagerida hayotidan ayrilganligini misol sifatida tilga olib o'tganligi bayon qilingan. CDF televiziya kanali 2 noyabr e'lon qilgan Uyg'urlar Scholzning safarini aybladi nomli xabarda Uyg'urlarning jazo lagerlaridagi fojialik hayoti to'g'risida ma'lumot berib o'tgan. Germaniyaning boshqa axborot vositalarida bu vaqtda tarqalayotgan xabarlarmi o'xshash mazmunda bo'lib, ularda Scholzning Xitoy ziyoratiga qarshi tanqidlar va Xitoyning Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlari siyosati bayon qilingan. Amaliyotda bundan 2 hafta ilgari Germaniya Baş Ministri Olaf Scholzning Xitoy ziyoratining 4 noyabr boshlanganligi oshkorlangandan boshlabla, uning mazkur ziyorati to'g'risida Germaniya matbuotlarida jiddiy munozaralar boshlanib bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Scholz bu ziyoratida Xitoyda faqat bir kun turib, Xi Jinping va Li Keqiang bilan ko'rishib, shu kuni kechda aeroplan bilan Berlinga qaytishni planlagan. Uning bu ziyorati Xi Jinping 3-navbat hokimiyat beshiga chiqqandan keyin uni ziyorat qilgan tunji g'arb davlat rahbarining ziyorati bo'lib qolgan. Uning mustabid davlatning eng chong diktatori bilan ko'rishmoqchi bo'lganligi xilidan buyon turli tanqidlarni paydo qilgan edi. Tunji qatim Xitoy ziyoratini boshlamoqchi bo'layotgan Scholzga hatto tashqi ishlar ministri Annalena Baerbockmi besim ishiltib, uningdan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasiga amal qilishini talab qilyotdi. 1 noyabr kuni Berlindagi Federatsiya axborot saroyida o'tkazilgan Xitoy tahdidi, Germaniya hukumati Xitoy strategiyasini qanday isloh qilish kerak nomli bu muxbirlarni kutib olish yig'ini Xitoyning diqqatini tortgan. Xitoyning Berlindagi bosh elchisi Wukan Federatsiya axborot saroyi bilan aloqalashib, bu yig'inni kimlarning uyushtirganligi, nima yig'inligi to'g'risida ma'lumot so'rgan. Dunyo gazetining 1 noyabr e'lon qilgan Federatsiya axborot yig'ini Xitoy elchisining g'alit ziyoratiga inkos qaytardi nomli xabarda tilga olishicha, bu yig'inni Federatsiya axborot saroyisining a'zosi Uti Velti bosh bo'lib tashkillagan bo'lib, u yig'in boshlanishdan ilgari so'zida Xitoy elchisi Wukanning tor orqali o'zlarini ziyorat qilganligidan hayron bo'lganligini ifodalagan. Ammo Wukan bilan bo'lgan bu ziyoratning tafsiloti to'g'risida ma'lumot bermagan. 2 noyabr kuni Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi bu vaqtda maxsus axborot e'lon qilib, bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inini uyushtirgan Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining yolg'on pakt o'ydirib chiqib, Xitoyni qorlash bilan aybladi va yana koni muqomini bozorga silib, Qurultay raisi Dolqun Ayso apandimning Xitoy tarafidan zo'ravon terrorist unsur deb bekitilganligini, Berlin Federal axborot saroyining bundoq bir terroristga maydon hozirlab berganligini qattiq ayblaydiganligini bildirdi. 31 oktyabr kuni BDTga a'zo Amerika, Germaniya, Kanada, Albaniya, Andorra, Avstraliya, Belgiya, Beliz, Somali, Bulgariya, Turkiya, Kroatiya, Kanada, Chexiya, Finlandiya, Fransiya, İsrailiya qatarlıq davlatlarni o'z ichiga olgan 50 davlat BDT umumiy kengashining 77 qatimliq yig'inida o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq BDT kishilik huquq oliy komissari Bacheletning bu yil 31 avgust e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokladini qo'llaydiganligini bildirgan va Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatiga amal qilishga, shundaqli BDT kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishga chaqirgan edi.
Bu yıl 12 sentyabrdan 7 oktyabrgacha Jenevada chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 51 navbatlik yig'inida Amerika bilan Angliya boshchiligidagi bir qism davlatlar tarafidan sunilgan BDT kishilik huquq kengashining 2023 yili 2 oyda ochiladigan 52 navbatlik yig'inda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi haqida alohida muzokara elib berish haqidagi taklif loyihasiga ovoz berish huquqidan voz kechgan va bu sababdan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq ayblashiga uchragan Ukrainaning bu qitim Uyg'urlar masalasini qo'llab o'rtaq bayonot e'lon qilgan 50 davlat qatoridan o'rin olishi G'arb demokratik ellerini va chet ellardagi Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. Haftalik xabarlar gazetining 2 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Ukraina hukumati 50 G'arb davlatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga Uyg'urlar haqidagi siyosatini o'zgartirish taklifi sunish harakatiga qatnashadiganligini bildirgan. Buning bilan ularning Xitoy haqidagi ehtiyotchan mavqesida tüplik o'zgarishning bo'lganligi muqimlashgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin Xitoy hukumati vositalik holda Rossiyani siyosiy va iqtisodiy jihatlardan qo'llab kelayotgan edi. Ammo Ukrainaning Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r iqtisodiy muomalasi tufaylidan ular o'z dushmanining eng sodiq ittifoqdoshi Xitoy bilan bo'lgan aloqada izchil ehtiyotchanlik mavqesida turib kelgan bo'lib, ularning bu qitimqi harakati har qaysi sohaning olqishiga erishgan. Ammo Xitoy hukumati tezdan buning inkos qaytarib, bu amaliyotda g'arbdagi dushman kuchlarning bizga to'kmat chaplash urinishidan boshqa narsa emas. Biz har qaysi davlatlarni bizning ichki ishlarimizga aralashmaslikka da'vat qilamiz degan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining BDTga mas'ul direktori Louis Charbonne buni tanqidlab, Xitoy hukumati yillardan buyon BDTga a'zo davlatlarga tahdid edish orqali ularni qo'rqitib kelgan edi. Navbatdagi bu yuzlanish Xitoyning bu xil kon usullarining vaqt o'tganligini ko'rsatib bermoqda degan. Gollandiya vaqti gazetining 2 noyabrdagi xabarda aytilishicha, Gollandiya hukumati buyruq tushirib, Amsterdam va Rotterdam shaharlariga Xitoy soqchi punktini taqashni buyurgan. Ma'lum bo'lishicha, bu soqchi punktlari 2018-yildan boshlab o'z xizmatlarini davom qildirib kelmoqda ekan. Markaziy Ispaniyada bo'lgan muhofazachilar nomli hukumatsiz tashkilot 9-oyda Xitoyning chet ellarida 50 dan ortiq soqchixona qurganligini, bu soqchixonalarning vazifasining chet ellardagi Xitoy qarshi kishilik huquq faoliyatchilarini va o'qituvchilarni tekshirish, ular to'g'risida ma'lumot to'plash, ularga tahdid solish va ularni bostirishni asos nishon qilganligini e'lon qilgan. Shu qatorda Gollandiyada bundaq punktdan 2 qurilganligini oshkorlagan edi. Tekshirishda aytilishicha, bu punktlar Gollandiya hukumatining xabar bo'lmagan ahvolda qurilgan bo'lib, asos jihatdan Xitoy qarshi chiqqanlarni jimiqtirish, Xitoy fuqaroligidagi kishilarni qaytarib ketish degandek ishlar bilan shug'ullanadi ekan. Xitoy hukumatining egilik huquqi ega bir mustaqil davlatda bu xil soqchi punktlar ta'sis qilib, bu joylarda Xitoy davlati uchun ish bajarishi xalqaro qonunlarga xilof qilmish hisoblanadi ekan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Wopke Hoekstra bu vaqtda o'zining Twitter betida uchur yo'llab, bu xildagi soqchi punkt qurishda Gollandiya hukumatining ijozati olinmaganligi uchun biz Xitoy elchixonasiga bularni tezdan taqash to'g'risida buyruq tushirdik degan. 2 noyabr kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, bu ishxonalar soqchi punkti emas, aksicha fuqarolarning pasport hujjatlarini yangi ishlashiga yordam beradigan o'rinlar degan. Hamda bundaq soqchi punktlarning mavjudligini inkor qilgan. Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI'ning direktori Christopher Wray yaqinda pash bo'lgan Xitoy istixborot xodimlarining Amerika tuprog'idagi josuslik qilmishlarini misol qilgan holda, bu hol Xitoyning xalqaro qonunlarini dafsan qilgan holda davlatimizning texnologiya sohasidagi yolg'onchilik, aldamchilik va o'g'irlik qilmishlarini davom qildiganligining eng oddiy misollaridan biri degan. Christopher Wray apandi bu vaqtda tushuncha berib, Xitoyning Amerika tavasidagi texnologiya sohasida o'g'irlik qilishni kengaytayotganligi, buning bilan Amerika tavasidagi fan texnika sohasiga mansub ko'plagan ijodiyatlarning o'g'irlanib ketayotganligi, shunga buning mohiyati Amerika uchun nihoyat xatarlik ekanligini eskartgan. Shundaqla Xitoyning bu xil qilmishlaridan boshqa soxta uchur tarqitish shaklida Amerika hukumati ijro qilayotgan turli siyosatlarga ta'sir ko'rsatish urinishida bo'layotganligini, shunga Xitoyning amaliyotda Rossiyada zo'r tahdid ekanligini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati yana yillardan buyon o'zlarining bu xil texnologiya o'g'irligini pash qiluvchilarning og'zini turli yo'llar bilan jimiqtirish usulini qo'llanayotgan bo'lib, bu amaliyotda Amerika qonun sistemasiga buzg'unchilik qilishga mansub qilmishlar hisoblanadi ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.